Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Hayızning muddati qancha kun bo'ladi? Normalda hayızning muddati 5 kundan 7 kungacha bo'ladi. Agar ayolning muqim odati bo'lsa, odati qancha kun bo'lsa, shu bo'yicha hisoblanadi. Hayız eng az bo'lganda 3 kun kelsa yoki uzilmay 10 kun davomlashsa, bu şunun hemmisi hayız deb ataladi. Agar 10 kundan keyin yana to'xtamay ayolninki kesiri to'xtamasa, bu chaqda bu istihada deb ataladi fiqhda. Bu ayoldagi ayollar kasalligi. Bundaq ayol har namozga yangidan tartilib namozini o'qiyverish lozim. Er ayollik munosabatdimi cheklanmaslik lozim. Bu kasallik bo'ladi. Har oyda masalan 10 kunni o'zining hayziga chiqarib o'tib, qolgan vaqtda namozni davomlashtiraverish lozim. Agar o'zining saq vaqtidagi hayz muddati 5 kun yo 6 kun bo'lsa, shuni hayz muddatiga chiqarib o'tib, qolib qolgan kunlarni shu ayollar kesiriga chiqarib o'tib muomala qilish lozim.